Prostatit xastaligi erkak organizmida uchrovchi prostata bezining yallig'lanishidir. Bu faqat erkaklarda uchraydi, sababi prostata erkaklarda bo'ladi. Ayollarda bu kasallik uchramaydi. Prostata bezining yallig'lanishi insonda qanday o'zgarishlarni keltirib chiqaradi? Birinchidan, prostata bezi siydik chiqarish kanalining boshlang'ich qismini o'rab turganligi uchun dizurik belgilar yuzaga keladi. Ya'ni tez-tez hojatga qatnash, siyganda ravon siymaslik, peshob qilgandan so'ng qoldiq siydik qolish hissi, tomchilab qolishi yoki ba'zan siydik tuta olmaslik kabi siyish bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari jinsiy muammolar, jinsiy istakning pasayishi, ereksiyaning bo'sh bo'lishi, jinsiy aloqa vaqtining juda qisqa bo'lib qolishi va aloqadan rohatlanish hissining kamayib ketishi kabi belgilar. Prostatit xastaligi o'tkir va surunkali turlarga bo'linadi. O'tkir prostatit to'satdan boshlanadi va insonni shifokorga murojaat qilishga majbur qiladi. Buni asosiy belgilari oraliq sohasida kuchli og'riq, tana haroratining ko'tarilishi, dizurik belgilarning kuchayishi va umumiy zaharlanish belgilari, umumiy holsizlik, ko'ngil aynishi, ishtahasizlik kabi belgilar. Surunkali prostatit bo'lsa, asta-sekinlik bilan boshlanadi. Uni boshlang'ich davrida erkaklarda hech qanday shikoyat bo'lmaydi. Lekin prostata hajmi kattalashgan sari dizurik belgilar, jinsiy muammolar va umumiy holsizlik va kichik chanoq a'zolarida og'riq simptomlari paydo bo'lishi mumkin. Prostatit xastaligi qanday davolanadi? Prostatitni davolashdan maqsad prostata bezi faoliyatini normallashtirish va yallig'lanishga qarshi kurashishdan iborat. O'tkir va surunkali prostatit xastaliklari turlicha davolanadi. Davolash samarali bo'lishi uchun kompleks va izchil yondashuv zarur. Buning uchun albatta urolog-androlog qabuliga borib, tekshiruvlardan o'tib va davolashni boshlash talab etiladi. Agar prostatit xastaligi o'z vaqtida davolanish ortga surilsa, uning yuqori xavfli asoratlari yuzaga kelishi mumkin. Masalan, prostata bezi absessi, urug' pufakchalarining yallig'lanishi, vezikulit, bepushtlik va jinsiy muammolar shular jumlasidandir. Agar sizda prostatit xastaligining belgilari kuzatilsa, urolog-androlog qabuliga borish tavsiya etiladi.